Hop, eritmalar mavzusini bugun sizlarga mavzuda ko'rib chiqamiz. Agar mavzu qiziq bo'lsa, savollarni tahlil qo'yishlaringiz mumkin bo'ladi mavzudan oxirida. Ho'p, boshladik bo'lmasa. Reja bo'yicha erish jarayoni mexanizmlarini, keyin qattiq moddalarni eruvchanligi haqida, o'ta tuyungan eritmalar haqida, gazlarning suvda eruvchanligi, eritmalarning konsentratsiyalari haqida gaplashamiz. Keyin osmos hodisasi, Van Gogh qonuni, eritmalarning bug' bosimi Raulning birinchi qonuni va eritmalarning Raulning ikkinchi qonuni, ya'ni eritmani qaynash, muzlash sharoitlarini o'zgarishi haqida gaplashamiz bugun sizlar bilan. Ho'p, demak, birinchi biz rejamiz bo'yicha erish jarayonining mexanizmi haqida gapirishimiz kerak. Ho'p, erish o'zi nima? Eritma o'zi nima? Degan savollar tug'ilishi mumkin. Ho'p, erish bu qattiq moddalarda ham sodir bo'ladi, suyuqliklarda ham erish jarayoni sodir bo'ladi, gazlarda ham erish jarayonlari sodir. Demak, eritmalarni o'zi ikki xil qismdan tashkil topgan bo'ladi: erituvchi va erigan modda. Endi erituvchi bizga ko'pincha universal erituvchi sifatida suv berilgan bo'ladi, lekin suvdan boshqa erituvchilarimiz ham bor. Misol uchun benzol, aseton, organik moddalarda yog' ham erituvchi sifatida qo'llanishi mumkin. Demak, umuman olganda o'zi eritma ikki xil qismdan, tarkibiy qismdan iborat bo'ladi. Birinchisi demak erituvchi, ikkinchisi esa erigan modda. Endi eritmalarni turlari ko'p. Qotishma ham olib borsak eritmaning bir turi hisoblanadi. Umuman olib qaraganda eritma demak ikkita komponentdan tashkil topgan: erigan modda va erituvchidan tashkil topgan bir jinsli gomogen sistemaga biz eritma deb aytamiz. Endi mana bitta misol tariqasida sizlarga berilgan slaydda suvga qandni yoki shakarni solish jarayoni. Demak, nima hosil bo'ladi desangiz, demak nima hosil bo'ladi? Demak, qandga suvni qo'shsak, erituvchi bu yerda suv, erigan modda esa qand va qo'shilgan aralashma eritma bo'ladi. Eritmalarimiz shunchaki aralashma va kimyoviy reaksiyalar o'rtasida turgan fizik sistema hisoblanadi. Chunki eritmalarda ma'lum bir fizik kimyoviy sistema deb qarasa bo'ladi. Bu yerda ma'lum bir gidratlanish, solvatlanish jarayonlarida demak reaksiyalar ketishi mumkin. Oddiy aralashmadan farqli. Shuning uchun bu bir jinsli gomogen sistema deb qaraladi. Endi kristal moddalarni demak erishi, suyuqliklarda erishi birinchi o'sha kristal panjarani buzilishi, ya'ni kristal moddalarda ayrim molekulalarni shu erituvchi ta'sirida demak ajralib chiqib eritmada bir xil tarqalishi bu kristal moddalarni demak erishi sodir bo'ladi. Bu diffuziya natijasida demak o'sha kristal modda molekulalari eritmaning butun hajmi bo'yicha bir xil tarqalgan bo'ladi. Endi bu yerda bir ikkita demak misollar keltirilgan. Agar bizga erituvchi sifatida suv qo'llanilgan bo'lsa, demak gidratlar deb aytadi. Agar erituvchida suvdan boshqa demak moddalar qo'llanilgan bo'lsa, solvatlanish deb aytadi. Mana bu yerda erish jarayonining qattiq moddalarni, misol uchun natriy xlorni suv ta'sirida erish jarayoni ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni natriy xlor demak kristallar birinchi demak natriy va xlor ionlari kristal panjaraning buzilishi natijasida ajralib chiqadi va ajralib chiqqan natriy xlor ionlarini suv molekulalari qurshab oladi. Demak, kristal panjaraning buzilishi va suv ta'sirida qurshab olish gidratlanish deb aytiladi. Endi mana bu yerda ammiakni demak suvli eritmasi hosil bo'lishi nazarga ko'rsatib o'tilgan sxematik ko'rinishda. Bu yerda
Donor akseptor demak ta'sirlashuv bilan suv molekulasi va ammoniy ionlar ta'sirida demak donor akseptor e, ta'sirlashuv bo'ladi. Umuman olganda bu yerda suvning dipol momenti hisobidan demak suv universal erituvchi hisoblanadi. Ya'ni musbat ionga ham manfiy ionga ham o'zini tubi bilan keladi. Ya'ni musbat ionga suv manfiy qutb bilan, manfiy ionga esa musbat qutb bilan keladi. Bu suvni dipol momenti e, natijasida sodir bo'ladi. Endi ko'pchilik qattiq moddalar suvda eritilgan paytda ma'lum bir issiqliklar ajralib chiqadi. Misol uchun ishqorini natriy gidroksidni suvga eritsangiz ma'lum bir harorat, temperatura hosil bo'ladi. Bu nimani hisobidan hosil bo'ladi? Mana bu yerda sxematik ko'rinish berilgan yana. Demak, natriy ionini, demak, suv molekulalari natriyni manfiy qutb bilan qurshab olishi e, yoki manfiy qutbni xlorni musbat qutb bilan qurshab olishlari ko'rsatib o'tilgan. Yerda demak ta'sirlar mexanizmlari ko'rsatilgan. Demak, molekulalarda xuddi shunday demak qurshab olishlar kuzatiladi. Ion dipol ta'sirlari demak ionlar demak ajralgandan keyin suv ta'sirida xuddi shunday qurshab olingan bo'ladi. Sxematik ko'rinishi demak sizga berilgan, ya'ni suv molekulalari natriy ionini demak qurshab olishi. Hop. Endi kristal moddalarimiz yoki umuman erish jarayoni hamma demak qanchada eriydi, qancha suvda ma'lum bir qancha eriydi deganda demak biz shunaqa terminni kiritamizki e, hammasi misol uchun kristal moddamizni erituvchida to'liq erimasligi mumkin. Bu erituvchini va erigan moddani tabiatiga ham bog'liq bo'ladi birinchidan. Ikkinchidan demak ikkalasini erigan modda erituvchini bir-biri bilan o'zaro ta'sir natijasida ham bo'lishi mumkin. Demak, erish jarayoni kristal moddalarni toki tuyinga eritma hosil bo'lguncha demak eraveradi. Kristal moddalar parchalanib gidratlanish jarayonlari demak toki tuyinga eritma hosil bo'lguncha demak erish jarayoni davom etadi. Qachon to'xtaydi? Qachonki demak erituvchi va erigan modda orasida muvozanat yuzaga kelsa, demak tuyingan eritma hosil bo'lsa, demak erish jarayoni to'xtaydi. Demak, agar hamma moddalarni ham demak tuyingan eritmasi, ya'ni tuyingan eritmasi degani bu erituvchida shu moddadan boshqa eritish imkoniyati yo'q degan. Maksimal erishi mumkin bo'lgan modda erib bo'ldi bu moddaga degan. Ya'ni bundan boshqa moddani eritishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun demak bunda tuyingan eritma deyiladi. Endi eruvchanlik o'zi nima? Eruvchanlik bu S bilan belgilanadi. Ya'ni erish qobiliyati ma'lum bir moddaning ikkinchi bir erituvchida erish qobiliyati. Eruvchanlik o'zi standart bo'yicha 100 gram erituvchida qancha modda erishini ayni haroratda ko'rsatib beradi. Ya'ni eruvchanlik harorat o'zgarishi bilan o'zgarishi mumkin. 20 gradusda boshqacha eriydi, 40 gradusda moddamiz boshqacha eriydi. Lekin o'sha 20 gradus uchun oladigan bo'lsak, 100 gram suvda misol uchun qancha shakar eriydi. Demak, mana shu uni eruvchanligi deyiladi. Shunga nisbatan keyin 1 tonna suv uchun, 2 tonna suv uchun va boshqa nisbat olib ketilaveradi. Bu narsa demak eruvchanlik deyiladi. Ya'ni eruvchanlik maksimal shu haroratda qancha gram erishi 100 gram erituvchida, 100 gram suvda. Undan ziyod erimaydi. Qo'shganimiz bilan baribir erish jarayoni ketmaydi. Xo'sh, agar 100 gram erituvchida 10 gramdan ortiq erisa shu haroratda demak bu moddamiz yaxshi eruvchan modda hisoblanadi. 100 gram erituvchida 10 gramdan kam erisa shu ayni haroratda demak oz eriydigan modda hisoblanadi. Agar 0,01 gramdan kam erisa bu amalda erimaydigan modda hisoblanadi va bu ko'pincha cho'kmalar
qotishmalar demak suvda erimaydi deb qaraladi. Lekin kam miqdorda bo'lsa ham, juda kam miqdorda bo'lsa ham erib turadi. Shunga ko'ra. Endi ko'pchilik kristal moddalar suyuqlikka erishi natijasida ba'zan issiqlik chiqishi yoki yutilishi jarayonlari sodir bo'lishi mumkin. E, Agar issiqlik chiqishi bilan bo'ladigan jarayon bo'lsa eritilgan eksotermik kechadi erish jarayoni. Agar issiqlik yutilishi bilan bo'ladigan jarayon bo'lsa endotermik jarayon ketadi bu yerda. Bu jarayonni biz qayerdan bilamiz? Misol uchun e, nima natijasida e, issiqlik chiqadi yoki issiqlik yutiladi. Demak, biz aytdikki, kristal moddalarni suvga eritgan paytimizda birinchi kristal panjarani buzilish jarayoni ketadi, keyin esa gidratlanish reaksiyalari ketadi. Kristal panjara buzilgan paytda ko'pincha demak issiqlik yutilishi bilan boradigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni biz kristal panjarani buzishimiz uchun energiya saqlashimiz kerak. Bu yerda issiqlik yutilishi bilan boradigan jarayon hisoblanadi. Gidratlanish esa bu suvning birikishi hisoblanadi. Shuning uchun bu jarayonda ko'pincha issiqlik chiqadi. Endi umumiy hisobda agar kristal panjarani buzish energiyasi bilan gidratlanish energiyalari teng bo'ladigan bo'lsa, bunday reaksiyalar erish jarayonida issiqlik chiqmaydi, ya'ni yutilmaydi. Ya'ni issiqlik o'zgarishsiz qoladi. Bu jarayon bunaqa jarayonlar juda kam hisoblanadi. Lekin qattiq moddalarni ko'pincha eritgan paytda, misol uchun suvda eritgan paytda, demak ko'pincha eksotermik jarayon kuzatiladi. Ya'ni kristal panjarani buzishga ketgan energiyaga nisbatan gidratlanish energiyasi yuqori bo'lsa agar, umumiy jarayonda sistemadan demak issiqlik chiqishi bilan bo'ladigan jarayon hisoblanadi. Ya'ni biz buzish uchun sarflagan energiyadan bu yerda gidratlanish energiyasi yuqori bo'lsa agar, keyin bu yerda demak sistemadan o'z-o'zidan issiqlik ajralib chiqa boshlaydi va bu eksotermik jarayon ketadi. Ba'zan teskarisi ham bo'lishi mumkin. Ba'zi bir tuzlar suvda eritilgan paytda gidratlanish energiyasiga nisbatan kristal panjarani buzish energiyasi yuqoriroq bo'lishi mumkin. Bunda issiqlik demak endi chiqmaydi. Sistemadan issiqlik yutilishi bilan ketadi. Ya'ni sistema sovishni boshlaydi. Eritaversangiz tuzni sistema sovishni boshlaydi. Buni shuning uchun demak har xil bo'lishi mumkin. Bu erituvchi va erigan moddani tabiati bilan bog'liq hisoblanadi. Har xil tuzlarda har xil. Misol uchun natriy gidroksid tuzini suvda eritgan paytingizda, kristalni suvda eritgan paytingizda issiqlik chiqadi. Lekin ammoniy nitrat, natriy nitrat tuzlari ham kristal holatda bo'lsa agar, suvda eritsangiz agar issiqlik yutiladi. Bu hammasi shu kristallanish, panjarani buzishi va gidratlanish energiyalariga bog'liq bo'ladi. Endi bir moldan modda natijasida eritgan paytingiz ajralib chiqadigan yoki yutiladigan issiqlik shu moddani demak erish issiqligi deb aytiladi. Endi ba'zan faqat qattiq modda emas, suyuq moddalar ham suvda eritilgan paytda issiqlik chiqadi. Misol uchun sulfat kislotani suvga eritsangiz, eritma tayyorlayman desangiz, konsentrlangan demak issiqlik chiqishi bilan boradigan jarayon. Bu eksotermik reaksiya hisoblanadi. Bu yerda agar temperaturani aniqlab ko'rsalar termometr bilan, demak o'sha eritma taqlayotgan nimalar qizib ketadi. O'sha uchun sulfat kislotani tayyorlayotgan paytda konsentrlanganini suyultirilayotgan paytda ehtiyot bo'lish talab etiladi. Chunki u yerda demak eksotermik jarayon hisoblanadi. Eritma tayyorlanish reaksiyasi. Agar ehtiyotsizlik qilsangiz, mana shu qaynoq eritma ustlaringizga sachrab ketishi ham mumkin. Shunday. Endi buni eslab qolishga harakat qiling. Bir moddani demak 1 mol moddani har doim 1 mol modda uchun olinadi. Erigan paytda ajralib chiqadigan yoki yutiladigan issiqlik miqdori shuni demak erish issiqligi deb aytiladi. Tushunarli bu. Endi gazlarni eruvchanligiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, gaz moddalarimiz ham suvda eriydi yoki umuman erituvchilarda eriydi. Lekin ko'pincha gazlarni
eruvchanligi manfiy haroratlarda yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni issiqda gazlar yaxshi erimaydi suvda yoki umuman erituvchilarda erish qiyin bo'ladi. Gazlar past haroratda yaxshi eriydi va muazzam qaror topguncha davom etadi. Siz bu narsani hayotda ham ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Mana bu ko'pincha issiq kunlarda baliqlar suvni yuziga yurishni boshlaydi. Sababi havo tarkibidagi kislorodni suvda eruvchanligi kamayib ketadida, keyin baliqlarda kislorod yetmaydi va kislorodga bo'lgan ehtiyojni qondirish uchun baliqlar suv yuzasiga chiqishni boshlaydi. Bular o'sha hammasi gazlarni, demak, yuqori haroratda, ya'ni issiq kunlarda eruvchanligini kamayishi hisobidan sodir bo'ladi. Endi gazlarni suyuqliklarda eruvchanligi, demak, Geyner qonuni bilan ifodalangan. Geyner degan olim o'rgangan mana shu narsani. Agar o'zgarmas harorat bo'lsa, ma'lum bir suyuqlikda, hajmdagi suyuqlikda erigan moddaning massasi erigan gazni massasi. Shu gazni parsial bosimga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Chunki gazlar uchun, bilasizlar, qattiq moddalarga emas, suyuqliklarga emas, gazlarga bosim, demak, erishishi uchun ahamiyatga ega hisoblanadi. Agar yuqori bosim beriladigan bo'lsa, gazlarning eruvchanligi orta boshlaydi. Davay. Past haroratga nisbatan yuqori, past bosimga nisbatan yuqori bosimda gazlarning eruvchanligi yuqori bo'ladi. Bu yerda K bilan belgilangan proporsional koeffitsiyenti yoki o'sha Geynerni nimasi konstantasi ham deb yuriladi. O'sha erishi, ya'ni gazlarni erituvchida miqdorini ko'proq erishi, demak, parsial bosim bilan proporsionallik, Geyner konstantasini proporsional koeffitsiyentiga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Siz buni eshitgansiz balki, g'avvoslar suv ostiga tushgan payti suv ostidan tez chiqishi tavsiya qilinmaydi. Ko'pincha suv ostiga bosim baland bo'ladi uchun, demak, o'pkadagi gazlarni eruvchanligi oshib ketadida, demak, qonga gazlarni erish foizi oshib ketadi. Shuning uchun ko'pchilikda havo emas, suv ostidagi kemalarda geliy aralashtirilgan gazlar, demak, beriladi. Agar havo beriladigan bo'lsa, suv ostiga tushadigan g'avvoslarda o'sha qon tomirlarida azotning ham erishishi foizi oshib ketadi va u g'avvos agar suv yuzasiga ko'tariladigan bo'lsa, agar o'sha erish bosim past joyga o'tadi-ku, suv yuziga ko'tarilgan paytda gazlarning eruvchanligi kamayib, qaytib gaz holatiga o'tsa, qon tomirlarida o'sha pufakchalarning paydo bo'lishi va ularni keyinchalik havo yetishmasligi, shunaqa, demak, o'limga ham olib kelishi mumkin holatlar kuzatiladi. Shuning uchun ularda nima, havo emas, suv ostiga tushadigan g'avvoslarda nima ko'pincha bizga nima beriladi? Kislorod bilan geliy aralashtirilgan aralashma beriladi. Sababi mana shu. Ularda, demak, bosim oshgan paytda gazlarning, demak, qonda eruvchanligi ham oshib ketishi kuzatilgan. Keyinchalik mana Geyner qonunidan kelib chiqib, bu qonunga topilganda va shu g'avvoslarning, demak, muammosi hal qilingan. Mana bu bir nechta eritmalarga misollar berilgan. Misol uchun suyuq eritmalar, ko'pincha sizlar uksusni ko'rgansizlar, shuning uchun uksus rasmi qo'yildi. Gazsimon eritmalar ham bor. Demak, gazlarga aralashganda ham eritmaning bir turi hisoblanadi yoki qattiq eritmalar, qotishmalar ko'proq. Tanga misolda berilgan. Tanga ham temir, nikel, xrom aralashmasi, qotishmasi hisoblanadi. Endi yod ham mana, demak, bu ham eritmaning bir turi. Qattiq modda, demak, spirtga eritilgan payt yod bir jinsli gomogen sistemaga o'tadi. Yod suvda erimaydi. Xo'p, 4-chi, demak, rejaga keldik biz.
eritmalarning konsentratsiyalariga konsentratsiya nima o'zi? Konsentratsiya biz shu erigan moddani, ya'ni misol uchun erituvchida erigan moddani qanchalik erishini o'sha konsentratsiyalar bilan ifodalaymiz. Misol uchun foizda bo'lishi mumkin, malyarda, normalda, malyar konsentratsiyalarda bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha erigan moddani miqdorini ko'rsatish uchun bu konsentratsiya degan tushuncha kiritilgan. Biz endi ko'pincha mana markalar bilan ifodalayotgan paytda ham ishlab chiqaruvchidan olayotgan paytlarida spirtni bo'lishi mumkin 70% eritmasi, bo'lishi mumkin 96% eritmasi. Bu siz aytayotgan foizingiz mana shu konsentratsiya hisoblanadi. Ya'ni o'sha sizga erigan moddangizni ulushi ko'proq ekanligini 96% spirt narxi bilan 70% spirtni narxi to'g'ri kelmaydi. Chunki qancha erigan modda foiz yuqori bo'ladigan bo'lsa, demak sizga kerakli moddani foizi baland bo'ladigan bo'lsa, uni narxi ham shuncha oshib boradi. Endi 100% bo'ladigan bo'lsa, chisti bo'ladi u, lekin bunaqa moddalarni topish qiyin. 100% demak bo'lishi ehtimollar bor. Bunaqa demak ga erishish juda ham qiyin hisoblanadi. Endi birinchi konsentratsiyamiz bu foiz konsentratsiya. Omega bilan belgilanadi. Foiz konsentratsiya yoki C foiz belgisi bilan ham belgilanishi mumkin. Demak, erigan moddani massasini umumiy eritmani massasiga nisbati bu massa ulushini yoki shuni 100 ga ko'paytirib yuborsak foizini beradi. Endi bizga M1 erigan moddaning massasi, M2 esa erituvchining massasi deb belgilab oldik. Erigan modda bilan erituvchining massasining yig'indisi umumiy eritmani massasini beradi. Shuning uchun demak biz agar foiz konsentratsiyani omega bilan belgilasak, M1 ni bo'lishimiz kerak M1 plus M2 ni yig'indisiga. Mana bu yerda o'z qo'yganmiz. Erigan modda erituvchining massasi ko'rsatilgan ekan. Xo'sh, mana masala berilgan bizga. 34 gram tuz, 100 gram demak eritmada erigan holatda bo'lsa eritmaning demak massasini topish kerak degan shart qo'yilgan. Bu yerda M1 ya'ni erigan moddaning massasi 34 gram ekanligi ko'rsatilgan va eritmaning umumiy massasi ya'ni suv bilan birga qo'shib o'lchangan massasi 100 gram ekanligi aytilgan. Endi bu yerda omegani topadigan bo'lsak, ya'ni massasini topadigan bo'lsak, o'sha erigan moddaning massasini eritmaning umumiy massasiga bo'lishimiz kerak bo'ladi. 34 ni 100 ga bo'lsak, 0,34 massa olishda agar foiz ko'rinishida ifodalamoqchi bo'lsak, shuni 100 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu 34% kelib chiqadi. Yoki mana bu masalaga qarang. Demak, 5 gram osh tuzi 35 gram suvda eritilgan. Demak, hosil bo'lgan eritmaning foiz konsentratsiyasini toping degan shart qo'yilgan. Bu yerda foiz konsentratsiyasini topish uchun demak birinchi umumiy eritmaning massasini topib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, tuzning massasi 35 qo'shamiz. 35 gram suv ekan, 35 suvning massasi va 5 gram tuz. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, umumiy eritmaning massasi 40 gram bo'ladi. Endi biz foiz konsentratsiyasini topishimiz uchun shu erigan moddani 5 gramni 40 gramga bo'lishimiz kerakda, keyin shu bilan 100 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. Bu 1/8 bo'ladi. Ya'ni 100 ni 8 ga bo'lishimizga to'g'ri keladi. 12,5% chiqadi. Demak, masalani yechilish uslubi tushunarli. Endi bu eritma konsentratsiyasini ifodalash usullari mavzuga doir amaliy mashg'ulotdan ham masalalar yechish qilamiz. Xudo xohlasa, shunda yana mustahkamroq tushunib olasizlar. Endi ikkinchi konsentratsiyamiz bu malyar konsentratsiya deyiladi. Malyar konsentratsiya nima? Malyar konsentratsiya endi 1 litr eritmada erigan moddani mol miqdoriga demak malyar konsentratsiya deyiladi. Malyar konsentratsiya hajmga nisbati mol tushuniladi. Endi
Molar konsentratsiyani topish uchun erigan moddani mol miqdorini mana bu yerda ko'rsatilgan sizlarga molni eritmani umumiy hajmiga nima qilish kerak? Bo'lish kerak bo'ladi. Birinchi formulasi shu, ikkinchi formulasi esa mana bu ikkinchi. Ya'ni massada molekulyar massaga nisbati ham bizga molni beradi. Shuning uchun molni boshqacharoq ko'rinishda yozadigan bo'lsak, m taqsim molekulyar massa bo'ladi. Molar konsentratsiyani topmoqchi bo'lsak, m taqsim molekulyar massa taqsim hajm terilishga kelib qoladi. Tushunarli bu formula. Bu formulani ham o'zlaringizga belgilab qo'yinglar. Amaliy mashg'ulotda yana bunga do'g'ri masalalar ishlab mustahkamlaymiz. Mana bu yerda bitta misol masala bilan demak mustahkamlashga harakat qilganmiz. Kaliy gidroksidni suvdagi eritmasini 0,3 litrda demak 33,6 gramm kaliy OH bor deyapti. Shu eritmani molyar konsentratsiyasini hisoblang degan shart qo'ydi. Endi berilgan bo'yicha biz yozib chiqadigan bo'lsak 33,6 kaliy OH eritmani umumiy hajmi 3 litr. Molekulyar massa kaliy OH'ning esa 56 gramm taqsim bo'lib chiqadi. Buni hisoblashni oldingi darslarda o'rgangandek, ya'ni kaliyning atom massasi 39, kislorod 16, vodorod esa 1. Hammasini qo'shib chiqsak, demak 56 bu molyar massasi kelib chiqadi. Kaliy OH'ni formulaga qo'yadigan bo'lsak, demak massani bo'lamiz molekulyar massani hajmga ko'paytmasiga. 0,2 chiqar ekan, demak 0,2 molyarli ekan e'tiborimiz. Endi keyingi konsentratsiyamiz bu normal konsentratsiya, ya'ni 1 litr eritmada erigan moddaning gram taqsim ekvivalentiga normal konsentratsiya deyiladi. Normal konsentratsiyani topish uchun erigan moddaning massasini mingga ko'paytirib, eritmaning millilitrdagi hajmiga, keyin esa ekvivalentlarni ko'paytmasini yig'indisiga bo'lish kerak. Ekvivalentni biz sizlarga oldingi mavzuda o'tgan edik. Kimyoviy asosiy qonunlar mavzusida ekvivalentlar mavzusi o'tib tushuntirib formulalar aytib o'tilgan. Yana bir bu ekvivalentlar mavzusini takrorlab olasizlar. O'zlaringizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekvivalent topishni takrorlab qo'ysalar agar yaxshiroq bo'ladi. Chunki normal konsentratsiyani topish uchun o'sha moddani ekvivalentini ham nima qilish kerak? Topishni bilish kerak. Agar ekvivalentini topa olmasalari, demak formulaga qo'ya olmaysizlar va masalalaringiz xato demak javob chiqadi. Endi keyingi konsentratsiyamiz bu titr konsentratsiyasi hisoblanadi. Titr konsentratsiya katta T harfi bilan belgilanadi. Titr konsentratsiya deb nimaga aytiladi? 1 millilitr eritmada erigan moddaning massasiga demak titr konsentratsiya deymiz. Titr konsentratsiyani topish uchun massani hajmga bo'lishimiz kerak. Ya'ni erigan moddaning massasini eritmaning umumiy hajmiga demak bo'lish kerak. Hajmni birligi millilitrda demak ifodalanishi kerak bo'ladi. Tushunarli? Endi savollar bo'lmasa shu paytgacha keyingi slaydga o'tkazamiz. Keyingi konsentratsiyamiz bu molyal konsentratsiya hisoblanadi. Molyal konsentratsiya demak 1 kilogramm erituvchida erigan moddaning demak mol miqdoriga molyal konsentratsiya deb aytiladi. Molyal konsentratsiyani topish uchun erigan moddaning massasini mingga ko'paytirib bo'lishimiz kerak. Molekulyar massa va erituvchini demak massasiga ko'paytmasiga bo'lishimiz kerak. Geberda erituvchini massasi hisoblanadi. Ya'ni suv bo'lsa, suvni demak grammdagi massasi nazarda tutilgan edi formulada. Formulani yozib olinglar. Foydasini esa eslab qolishga harakat qiling. Xo'sh, 5-rejaga yetib kelganmiz ekan. Demak, osmos hodisasi haqida gapirishimiz kerak va Van Gogh qonuni haqida gapirishimiz kerak. Endi agar debdim, bu yerda osmos hodisasini Van Gogh degan olim o'rgangan. Osmos hodisasi qanday hodisa o'zi? Birinchi shu savolga javob berishimiz kerak.
Ko'pincha bu eritmalarda uchraydigan osmos hosilasi eritmalarda uchraydi. E, Osmotik bosim degan narsa bu eritmalarda. Endi agar biza agar erituvchi va erigan moddani qo'shib eritma hosil qiladigan bo'lsak, ma'lum bir konsentratsiyali, shunga biron bir membrana yordamida demak, e, membrana yordamida boshqa chisti erituvchini o'zini solib yoki tuzli eritmasini unga konsentratsiyasi baland qilib solib qo'yadigan bo'lsak, mana bu membrana orqali demak e, moddalarni o'tishi kuzatiladi. Ya'ni membrana orqali bir idishdan ikkinchi idishga moddalarni diffuziya natijasida o'tishi kuzatiladi. Mana shu hodisa nimani ta'sirida ro'y beradi? Mana shu hodisa demak qaysidir gidrostatik bosim, ya'ni osmotik bosim ta'sirida demak ro'y beradi. Ya'ni diffuziyalanishi membrana orqali bir moddadan ikkinchi moddaga o'tishi, ya'ni eritmani bu yerda ichidagi suyuqlikni bosimi bu gidrostatik bosim yoki osmotik bosim hisoblanadi. Bu yerda konsentratsiyasi agar erigan moddani nolga teng bo'lgan eritmani umuman suvnida chista agar erituvchini o'zi bo'ladigan bo'lsa va membranani bu yoqda konsentrlangan natriy xlor eritmasi qo'yiladigan bo'lsa, natriy xlor eritmasidagi natriy va xlor ionlari chisti suv tomonga, ya'ni erituvchi bo'lgan tomonga o'ta boshlaydi. Ya'ni bu e, osmotik bosim hisobiga demak diffuziyalana boshlaydi. Mana shu narsaga demak osmotik bosim deyiladi. Osmotik bosim demak bir tomonlama diffuziyani osmotik bosim deb aytamiz. Ya'ni gidrostatik bosim bu qachongacha davom etadi? Ya'ni konsentratsiyasi yuqori bo'lgan eritmalarni konsentratsiyasi past tomonga o'tish jarayoni qachongacha sodir bo'ladi? Qachonki ikki tomonda konsentratsiya tenglashguncha sodir bo'ladi. Demak, mana shu ikki tomonda muvozanat tenglashguncha bu yerda bu yerda eritmalardan demak elektrolitlar yoki noelektrolitlar o'ta boshlaydi. Bu osmotik bosim tufayli sodir bo'ladi. Ya'ni konsentratsiyasi yuqori bo'lgan tomonda osmotik bosim ham nima bo'ladi? Yuqoriroq bo'ladi. Ya'ni bosim yuqori joydan bosim past tomonga o'ta boshlaydi molekulalar va bosimni tenglashguncha ikki tomonda bosim tenglashguncha demak davom etadi. Ko'pincha mana bu tabiatda barcha demak jarayonlar, ko'pgina jarayonlar mana shu osmotik bosim ta'sirida demak amalga oshadi. Misol uchun hujayralarni qon tarkibidan kerakli moddalarni hujayra ichki qismiga, ya'ni sitoplazmasiga o'tkazish jarayonlari ham osmotik bosim ta'sirida demak ro'y beradi. Ya'ni qon tomirlarida ozuqaga boy bo'lgan osmotik bosim yuqori bo'lgan eritma kelgan paytda demak hujayraning ichida bosim kam bo'ladi va qonlardagi kerakli demak mikroelementlar yoki bo'lmasa ozuqa moddalar hujayra sitoplazmasiga osmotik bosim tenglashguncha davom etadi. Davomida o'tadi. Va moddalar almashinuv jarayoni shu yerda ro'y beradi. Demak, osmotik bosim demak ko'pgina jarayonlarda demak ishlatiladi. Ko'pincha mana bu tibbiyotda osmotik bosimdan qonlarni tozalashda ham osmotik bosim ta'sirida demak tozalanadi. Qonlar o'sha ba'zilarini bemorlarni o'sha buyraklari ishlamay qolsa agar o'sha demak qonni tozalashda ham xuddi shu nimadan foydalanadi. Xo'sh, mana bu yerda osmos hodisasini demak gif ko'rinishda keltirilgan mana moddalarni demak bu yoqda erituvchini molekulalarni yarib o'tkazish parda orqali bir tomonlama diffuziyasiga o'zi osmos deyiladi va buni gif ko'rinishda mana sxematik sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. E, Ya'ni mana bu yerda o'rtada qizil uzuq chiziq bu membrana qo'yilganligini ko'rsatyapti. E, Va o'sha moddalarni birdan ikkinchisiga bu yerda shakarni eritmasi berilgan o'tishi ko'rsatilgan.
Ya'ni u yerda eritmalar o'sha shakar eritmasini konsentratsiyasini kamaytirishga qarab, demak, erituvchilar shakar eritma tomonga bir tomonga o'tishi ko'rsatilgan sxemada. Xuddi shunaqa hodisaga biz nima deymiz? Osmos deb aytamiz. Osmos hodisasini demak 1886 yilda Van Gogh o'rgangan va umuman noelektrolitlar uchun demak osmotik bosim topish formulasi P teng, ya'ni bosim P bilan belgilagan bo'lsak osmotik bosimni C ko'paytirish RT, ya'ni molyar konsentratsiyasini nima universal gaz doirasi ko'paytirilgan haroratga ko'paytmasiga teng deb hisoblaydi. Ya'ni osmotik bosimi turli xil eritmalarning eritma konsentratsiyasi va haroratga bog'liq ekan. Ya'ni erituvchi erigan modda tabiatiga bog'liq emas ekan. Osmotik bosim faqatgina bu yerda formulada ham shu narsa ko'rsatilgan. Eritma konsentratsiyasi va haroratiga bog'liq. Konsentratsiya yuqori bo'lsa, osmotik bosim ham nima bo'ladi? Yuqori bo'ladi. Harorat ham yuqori bo'lsa, demak, osmotik bosim ham yuqori bo'ladi degan bu yerda ma'no kelib chiqyapti formuladan. E, Xuddi shu narsani aytib o'tgan. Endi keyingi demak eritmaning bug' bosimi va Raulning birinchi qonuni. Eritmani bug' bosimi siz bilasizki, eritmalar ustida hamma suyuqliklarda bug' bosimi degan narsa bo'ladi. Ya'ni eritmada erituvchi yoki erigan modda zarrachalari ma'lum bir demak uchib turish xususiyatiga ega. Yani, xohlagan suyuqlikni oladigan bo'lsak, ustki qismida bu bosim bo'ladi. Ya'ni ma'lum bir e, zarrachalar ma'lum bir nimagacha ko'tarilib turgan bo'ladi va bu o'shani bu bosimi deb aytiladi. Endi Raul degan olim 1887 yilda shu eritmalarni o'rgangan paytda ularni demak qaynash harorat g'oz berdi bu bosimini farqi, ya'ni bu bosim chisti erituvchida va modda eritib ko'rib o'lchab ko'rilganda ularni erigan moddani mol ulushiga demak o'sha eritmani bu bosimi bog'liq ekan. Ya'ni qancha ko'p eritmada erigan modda ko'p bo'lsa, o'sha moddaning bu bosimi shuncha past chiqishi ko'rsatilgan. Ya'ni moddalar erigan paytda erituvchi va erigan moddalar orasida elektrostatik tortishuvlar va molekulalararo tortishish natijasida demak bu bosimi o'sha uchib chiqishi, ya'ni erigan modda zarrachalarini suyuqlikni ustki qismida uchib bug'lanib turish hodisasi nisbiy pasayar ekan. Qancha ko'p erigan modda miqdori oshib boraversa, ularni bug'lanishi shuncha kamayib borar ekan. Demak, Raul shu narsani birinchi bo'lib aniqlagan va o'sha bug' bosim nisbiy pasayishi mol ulushiga demak erigan moddani mol ulushiga teng deb hisoblagan va erigan moddani mol ulushini n bilan belgilagan. Bu yerda n teng n taqsim n1 plus l0. Ya'ni bu yerda n erigan moddani molini erigan modda va erituvchining mollari yig'indisiga nisbati nazarda tutiladi. Bu yerda esa bu bosim nisbiy pasayishi P0 erituvchini erituvchini chisti o'zi, ya'ni hech qanaqa modda eritilmagan holatdagi bu bosimi, P esa ma'lum bir erituvchini eritilgandan keyindagi bu bosimi va ikkalasini farqi dastlabki nimaga erituvchini bu bosimga nisbati demak mol ulushiga teng deb hisoblanadi. Va mana bu formula kelib chiqqan bu yerda. Orqaga qaytaylik. Orqaga qaytadigan bo'lsak, mana
mana formula kelib chiqqan. Ya'ni mol ulushi teng e, P0 minus P taqsim P0 tenglik n taqsim n1 plus n0. Ya'ni demak shu mol ulushiga teng deb hisoblangan. Endi bu demak e, ko'pincha shunaqa moddalar uchun bu bosimni nisbiy pasayishi shunaqa deb tushuntirilgan. Endi mana bu yerda sxematik ko'rinishda berilyapti. Nima uchun? Demak, erituvchi erigandan keyin bu bosimni pasayib ketishi sabablar. Mana bu yerda erituvchini bug'lanib chiqish jarayonlari sxematik ko'rsatilgan. Bu yerda hech qanaqa erigan modda yo'q. Mana bu yerda hammasi ko'k zarachada, ya'ni erigan modda erituvchi o'zi bug'lanib turish xususiyati ko'rsatilgan. Ikkinchi rasmda mana mishka bilan ko'rsatyapman, sizlarga ko'rinarli bo'layotgan bo'lsa, bu yerda mana bu qizil zarrachalar erigan modda zarrachalari. Erigan modda bo'lgandan keyin erituvchi va erigan moddalar bir-birini nima qiladi? Tortishib turadi. Mana shuni hisobidan mana bug'lanib chiqayotgan zarrachalar soni kamaygan. Ana shu bug'lanib chiqadigan zarrachalar soni kamaysa, demak nima qilar ekan? Bu bosimi pasayar ekan. Ya'ni mol miqdori qancha erigan moddadan oshib boraversa, bu bosimni shunchalik pasayib boraverar ekan. Endi mana bu yerda ham sxematik ko'rinishda chisti erituvchini o'zida mana qarang, bug'lanib chiqayotgan zarrachalar soni ko'rsatilgan va ikkinchisida esa bir mol erigan modda eritilgandan keyin to'rttagina zarracha bug'lanib chiqqani ko'rsatilgan. Bu bug'lanishlar soni, ya'ni molekulalarni demak kuchlar ta'sirini bir-biri bilan tortish kuchlar ta'sirini yengib gaz holatiga o'tishi bug'lanib chiqish jarayonlari demak sxematik ko'rinishda berilgan. Qancha erigan modda mana bu zarrachalar sonini yashil bilan belgilangan ko'payib boraversa, demak erituvchini shuncha bug'lanib borishi, zarrachalar sonini bug'lanishi shuncha kamayib boradi degan. Raulning birinchi qonuni bo'yicha. Ikkinchi bizga Raulning ikkinchi qonuni, ya'ni eblaskopik, teleskopik konstantalar haqida gapiramiz. Eritmalarning qaynash va muzlash haroratlari berilgan. Endi toza moddalar agar hech qanaqa erituvchi eritilmagan, erigan modda eritilmagan bo'lsa, qaynash va muzlash harorati o'zgarmas bo'ladi. Misol uchun suv misolida berilgan, agar normal atmosfera bosimi bo'ladigan bo'lsa, suv 0 gradusda muzlaydi va 100 gradusda qaynaydi. Lekin agar unga biron bir modda erigan bo'lsa, demak bu narsa 100 gradusda demak qaynamaydi. Ya'ni qaynash harorati va muzlash haroratlari o'zgaradi. Bu nimani hisobidan ro'y beradi? Qaynash degani bilasizlar, o'sha molekulalarni suyuq holatdan gaz holatiga o'tishi nazarda tutiladi. Ya'ni gaz holatda o'tgan payti o'sha molekulalar bir-biri bilan tortishish kuchlarini yengib gaz holatiga o'tishi kerak. Mana shu narsa demak qaynash harorati deyiladi. Qaynash, ya'ni gazlarda, suyuqliklarda pokchalarni hosil bo'lib, ya'ni suyuq agregat holatdan gaz agregat holatiga o'tishiga qaynash deyiladi. Endi mana shu holatda agar nima uchun tuzlar eritilgan paytda qaynash harorati ortyapti? Sababi tuzlar eritilgandan keyin erituvchi va erigan modda orasidagi ta'sirlar ko'payib ketadi va tortish kuchlari bir bilan ko'payadi. Shuning hisobidan demak erkin holatda molekulaning chiqishi qiyinlashadi va harorat uni erkin holatga o'tishi uchun endi faqatgina erituvchilarni kuchini emas, ya'ni erigan moddani ham tortish kuchini yengish kerak bo'ladi. Demak, u uchun demak erituvchiga ko'proq temperatura kerak bo'ladi, ya'ni oshadi. Ya'ni qaynash harorati oshadi. Agar tuz ko'p bo'lsa, demak qaynash harorati oshadi. Muzlash harorati ham demak pasayib boradi. Endi mana shu narsani Raulning ikkinchi qonuni bo'yicha muzlash haroratining pasayishi, qaynash haroratining ortishi demak erigan moddani miqdoriga to'g'ri proporsional hisoblanadi. Qancha ko'p modda erigan bo'lsa, o'sha erituvchida demak uni qaynash harorati shuncha ortib ketadi. Ya'ni tek qaynash demak eblaskopik konstanta ko'paytirilgan konsentratsiya bo'ladi. Ya'ni bu yerda C
Malyal konsentratsiya bu eblaskopik konstantasi, ya'ni qaynash harorati. Ebulli degani bu lotinchada qaynamoq degan ma'noni anglatadi. Xo'p, xo'p. Endi shu formula bilan ifodalanadi. Kreoskopik konstanta krios, ya'ni sovutmoq degan ma'nolardan kelib chiqqan. O'sha uchun kreoskopik, ya'ni muzlash konstantasi bor. Shu konstantani konsentratsiyaga, demak, ko'paytmasi muzlash haroratini o'zgarishini keltirib chiqaradi. Misol uchun 50 gradusda farqni keltirib chiqaradi. Misol uchun suv qaynash harorati eblaskopik 100 gradusda qaynasa, farq 50 ga bo'lsa, 150 ga qaynasa, erigan mudda misol uchun teg qaynash farqi 50 ga keltirib chiqaradi mana shu. Mana shu narsa, demak, Raulning ikkinchi qonuni deyiladi. Xo'p, endi elektrolit eritmalar uchun mana shu Raul ikkinchi qonunda xuddi shunday formula-yu, faqat temizlash, qaynash, faqat izotonik koeffitsient qo'shiladi bu yerda formulada. Chunki ularda elektrolitlarda izotonik koeffitsient bo'ladi. Izotonik koeffitsient I bilan belgilanadi. I teng 1 plus alfa minus m minus 1 formula bilan. Xo'p, ifodalanadi. Bu demak Van Gogh va Raul qonunlarini, demak, ikkalasi uchun, demak, umumlashtirilgan formulasi bo'ladi. Alfa bu yerda dissotsialanish darajasi m, o'sha 1 mol elektrolit suvda eritilganda nechta ion hosil bo'lishi ko'rsatib o'tilgan. Xo'p. Bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Mavzu bo'yicha savollaringiz bormi? Ustoz